Salom, men ismim Jasur. Bugun sizga Telegram Messenjeri uchun o'z shaxsiy stikerlaringizni yaratishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan programmalar bu Adobe Photoshop dasturi hamda Telegram Messenjeri. Telegram Messenjerini kompyuterga uстановка qilib stikerlar yaratishni boshlasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa Photoshop dasturi orqali stikerlarni yaratib olib, tayyorlab olib, keyin uni telefonga tashlab, telefonda Telegram orqali stikerlarni davom ettirsangiz bo'ladi yaratishni. Demak, boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz Photoshop dasturida 512 ga 512 razmeridagi fotoni tayyorlashimiz kerak. 512 piksel esingizda tursin, santimetr dyum emas, 512 piksel. Va albatta fonni rang bermasdan prozrachniy rang qilish kerak. Okey. Yaratmoqchi bo'lgan stikerimiz bironta rasmli qilib yaratmoqchi bo'lsangiz, kompyuter rasmni kerak rasmni tanlaysiz. Misol uchun mana shu rasm. Rasmni copyright qilamiz va yaratayotgan stikerimizga qo'yamiz. Bundan so'ng rasmga xohlaganingizdek montaj qilishingiz mumkin, ya'ni effektlar berishingiz, yozuv qo'shishingiz, razmerini o'zgartirishingiz, xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Bu yo'q, fantaziyangizga bog'liq. Misol uchun mana biz kerak emas oblastlarni olib tashlaymiz. Taxminiy qilib ko'rsatyapman, bu yog'i o'zingizga bog'liq. Xohlaganingizdek qilib yarataverasiz. Keraksiz oblastlarni olib tashladik. Stikerimiz mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh. Mana bu yerda sal o'chib qolibdi. Endi buni saqlanib qolamiz. Esingizda tursin, albatta PNG formatda saqlanib qilish kerak. Yana bitta narsa, rasmni hajmi 350 gigabitdan oshmasligi kerak. Shuning uchun biz jatiga qo'yamiz va saqlanib qilib olamiz. Bundan so'ng Telegram Messenjeri kerak bo'ladi endi. Agar sizda kompyuterda bu dastur bo'lmasa, telefoningizga boyaga rasmni tashlab davom ettirsangiz bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan endi stiker botni topamiz. Buning uchun biz stickers deb yozamiz. Stiker bot chiqadi. Bunga help deb yozsak, komandalar ro'yxati keladi. New sticker pack, yangi stiker yaratish uchun yozish oldin flash new sticker pack komandasini beramiz. Stikerda nomini o'ylab toping deyapti. Misol uchun test stickers deb yozamiz. Endi qaysi smiley o'rniga qo'ymoqchiligingizni so'rayashadi. Smiley yuboramiz. Albatta rasmni so'rayapti. 512 ga 512 bo'lgan rasmni. Yana bitta esda qolish kerak bo'lgan joy, bu foto formatda emas, fayl formatda yuborish kerak. Va tayyorlab olgan stikerimizni topamiz va yuboramiz.
350 gigabitdan oshmasligi kerak stiker razmeri. Stiker qo'shildi deyapti. Yana boshqa tayyorlagan stikerlaringizni ham qatorasiga qo'shib olganingizdan keyin publish komandasini berasiz va stikerlar ishga tushadi. Buning uchun flash publish yuboramiz. Stikerlaringiz uchun silkani tayyorlashni so'rayapti. Silkaga nom berish kerak. Misol uchun test stickers yuboramiz. Mana bizga silkani berdi. Mana shu silka orqali biz o'zimiz yaratgan stikerlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizga qo'shib olishimiz ham mumkin. Mana shunday holatda boshqa bironta odamga stiker yubormoqchi bo'lsangiz, stikerlar ro'yxatidan bemalol topsangiz bo'ladi boyagi stikeringizda. Ya'ni mana misol uchun mana stikerimiz tayyor. Boshqalar siz stikeringizni qo'shib olishi ham mumkin bemalol. O'sha silkani yuborsangiz yoki bo'lmasa informatsiyaga kirsa boshqalar shu yerda stikerlaringizni qo'shadigan joyi turadi. Shu video yordam bergan bo'lsa xursandman. Xayr, salomat bo'ling.